biz taxminan 600 ta javob yig'dik. Ya'ni bu biz 600 ta javob biz uchun bu ya'ni juda ham bir katta fokus gruppa deb hisobladik biz. Savollar rosa ko'p bo'lgan bizda. 30 savoldan oshiq. Bu keyin nima desamga data science ishladi, biz dashbordlar yasadik. Keyin ko'rdik kim qanaqa sohani tanlagani. Birinchi o'rinda hozir O'zbekistonimizda data science turibdi. Data science ham nima desam, anaqasi ingliz tilida range yana katta. Data science ga ML ham kiradi, machine learning, artificial intelligence ham kiradi. Uni ham bilishimiz kerak. Qaysi sohaga ko'proq biz ahamiyat berishimiz kerak. Ikkinchi o'rinda kiber xavfsizlik turibdi. Nimaga? Chunki O'zbekistonimizda hozir fintech rosa kuchli rivojlanyapti. Shu fintech rivojlanishi bilan kiber xavfsizlik ham oshadi. Shunga ko'p odamlar, ya'ni talabalar kiber xavfsizligiga ko'p ahamiyat berishyapti.